Barchaga assalomu alaykum. Yashirin ovoz ko'rsatuvining ilk soni va ilk mehmonimiz teatr va kino aktyori, dublyaj ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmud Ismoilov. Assalomu alaykum Mahmud aka. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Rahmat. Mahmud aka, dublyaj san'atlari ichida juda ham nozik san'at. Bu olamga mehringiz qachondan o'chiqlangan? Avvalambor mani o'zimni shaxsiy fikrim, san'atni oson turi yo'q. Kino san'ati ham, teatr san'ati ham, dublyaj san'ati, rassomchilik, xullas san'atga nima aloqador bo'lsa, ularning hammasini o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. O'zining shirin, totli tomonlari bor, g'amgin tomonlari bor. Ya'niki dunyoni qanday bir ranglari bo'lsa, har bitta san'atni ham o'ziga yarasha ranglari bor. Shu jumladan dublyaj san'atini ham. Mana hozir biz O'zbek Milliy akademik drama teatrini foyesida o'tiribmiz. Mana yuqorida teatr muzeyi joylashgan. Mana ikkinchi qavatda teatrda ishlab ijod qilgan, bu dunyodan o'tgan ko'pdan ko'p san'atkorlarimizni rasmlari osilib turibdi. Tomoshabinlar uchun. Bularning deyarli hammasi dublyaj san'ati bilan shug'ullanishgan. Dublyaj san'atini san'atkorga nima uchun keragi bor? U nafaqat tilni chaqlaydi, talaffuzni to'g'rilaydi, balki odamni sabr toqatga, diqqat e'tiborini o'tkirlashishiga, o'zini har qanday vaziyatda, har qanday ishga berilgan o'sha daqiqada o'zini yig'ib olib, kerakli o'sha maqsadga yo'naltirishga bir tarbiyalaydigan bir san'atni turi deb bilaman. Misol uchun dublyaj haqida gapiradigan bo'lsak, dublyajda chaynalib o'tirib, u kadrni bu kadrni 10-15 marta ko'rib, uni mag'zini chaqib, nima haqida gapiryapti, nima qilyapti emas. Hozir san'atda dublyaj san'ati juda ham tezkor bo'lib ketgan. Kino materiallari, hujjatli materiallar juda tez televideniya keladi va ba'zan ularni 1-2 soat dublyaj qilib efirga berib yuborish kerak bo'ladi. Ana o'shanaqada san'atkorni o'zini yig'ishtirib olib, butun fikr xayolini, butun o'sha organikasini o'sha dublyajga yo'naltira oladigan bir hissiyotlarga ega bo'lish kerak. Mana siz hozir mendan dublyaj san'atiga sizda qachon qiziqish paydo bo'ldi degan bir savol berdingiz. To'g'risini aytsa, bu dublyaj san'atiga qiziqish degan narsa yot narsa. Bu har bitta san'atkorga kerakli bo'lgan bir san'atning turi. Misol uchun men oliygohda o'qiyotganimda o'sha paytning o'zida, balki hozir ham shunaqadir, har bitta o'qiyotgan talabaga, bo'lajak aktyorga dublyaj san'ati haqida tushunchalar beriladi. Nima uchun? Ya'ni kim o'sha institutni, oliygohni bitirayotgan talaba, uni diplomiga teatr va kino aktyori degan yozuv bilan diplom beriladi. Lekin kino va teatr aktyori degani bu faqat sahnada rol o'ynadi, kinoda rol o'ynadi degan narsa emas. Qanday o'ynadi? Uni talaffuzi qanday, diksiya, artikulyatsiyalari qanday? Bularning hammasini demakki teatr va rassomlik oliygohida bular o'rganib borish kerak. Shuning uchun ba'zida mana shu oliygohni bitirib kelgan yosh san'atkorlarni dublyajga umuman qiziqmasligi, bu ularni o'ziga minus. Ovozlarini mikrofonga tushmasligi, bu ham ularni o'ziga minus. O'sha minusligi ba'zan ularda ayb emasdir. Balki ularni o'sha payt oliygohga olish kerak emasdir. Bir paytlar teatr va rassomlik institutiga aktyorlarni, yangi yosh aktyorlarni tanlashayotganda ular nafaqat tashqi ko'rinishiga, ovoziga, talaffuziga va boshqa o'sha san'atkorga kerakli bo'lgan eng muhim elementlarga ahamiyat berilardi. Hozir men bilmadim, negadir bu narsa ko'p ahamiyat berilmaydi. Mana bir xil san'atkorlar bor, televizor ekraniga umuman yarashmaydi. Na ovozi bilan, na tashqi ko'rinishi bilan. Mayli, men hozir mavzudan chetlashib ketyapman, lekin mana shu dublyaj san'ati men uchun
juda bir muhim narsa deb man qabul qilganman ustozim o'rgatganlarida. Chunki biz maktabni bitirib oliygohga kirayotganimizda hammamiz ham ideal darajada bo'lmaymiz. Talaffuzimizda o'zimizga yarasha qandaydir bir kamchilik bo'ladi. Talaffuzda u yoki bu tovushni ifoda etayotganda, talaffuz qilayotganda kamchilik bo'ladi. Lekin Xudoyim tabiat tomonidan iste'dod berilgan. Demakki, mana shu institutda sahna nutqi orqali mana shu kamchiliklarni to'g'rilash mumkin bo'lgan va to'g'rilab hozirgi kunda dublyajda juda bir yaxshi ishlar olib borayotgan san'atkorlarimiz ko'p. Shuning uchun men ham o'sha institutda o'qiyotganimda Xudo xolasa mana shu dublyaj san'atini albatta egallayman. Bu men uchun kerak, meni kasbim uchun kerak deb bu narsaga katta e'tibor berganman. Qiziqishim emas, balki o'sha professional talab orqali shunga yondashganman. Dublyajga bizani birinchi marta o'zbek film kino studiyasiga biz endi oliygohni bitirganimizda gurgur deyishadi, o'sha ommaviy sahnalarda olomonga ovoz berish, qiy-chuv, to'polon, o'sha urush sahnalarini, to'polon sahnalarida ovoz berish uchun bizani taklif qilishardi. Va har doim borganimizda bekor bo'sh paytingizda bekor ana yerda gap sotib yurmasdan pavilyonning ichida o'tirib ustoz san'atkorlarni qanday ishlayotganlarini o'rganinglar deb talab qilishardi. Va ana o'shaqa paytlarda biz o'tirib o'sha buyuk dublyaj ustalari, umuman buyuk san'atkorlarimiz o'sha Hamza Umarovmi, To'lqin Tojiyevmi, Hojiakbar Nurmatovmi, Afzal Rafiqmi, ko'pdan ko'p san'atkorlarimizni ishlashlari, uslublarini tomosha qilib o'rganardik. Mikrofon nima, unga qanaqa masofada turish kerak, ekrandagi voqea, unga o'zingni munosabating, qaysi joyda baland gapirish kerak, qaysi joyda sekin gapirish kerak, mana shu sir asrorlarni o'rganib borganmiz. Lekin menga birinchi marta bir epizodik rol berishganda men bilmadim, ertasi kuni kinostudiyaga borishim kerak bo'lganimda deyarli kechasini uxlamaganman. Yonimda turgan ulug' san'atkorlarni oldida men qanaqa qilib ovoz chiqaraman deb juda qattiq hayajonlanganman. Menga o'sha birinchi rolni Mukambar opa Rahimova, bu film o'zbekcha nomini eslolmayman, Moya daragaya lyubimaya mama degan kinoda o'sha ona rolini ijro etgan ayolning o'g'lini rolini berganlar. Rostini aytsam, juda qiynalganman. Yonimda turgan bir ikki ustoz san'atkorlar, men ularning ismlarini aytmayman, ensalari qotib, sekin borib pichirlab, qayerdan meni olib keldinglar, biza borib ozgina dam olib kelaylik, biza borib choy ichib kelaylik deb. Chunki u payt ham dublyaj sal tezkor dublyaj edi. Chunki o'sha ulug' san'atkorlar tez kinoni dublyaj qilib, yana kechqurungi teatrga, kechqurungi spektaklga yetib kelishlari kerak edi. Men o'zimni shu tajribasizligim bilan ularni vaqtini olib qo'yardim. Shunda Xudo rahmat qilsin, Obid akam bir urush berganlar hammasini. Nima, salla onangni qonidan katta dublyajchi bo'lib tushganmisanlar? Hammang mana shu Mahmudga o'xshab boshlagan salla-yu, ikki og'iz so'z gapira olmasdan bor chiqamen pavilyondan deb hammani chiqarib yuborib yonimga turganlar deb, bolam, nima hayajonlanasan? Nima birov seni urushyaptimi? Birov seni nima qilyapti? Haqorat qilyaptimi? Mana senga rol. Bu bola mamlaqa bola. Qanaqa xotirjam turibdi. Sen ham xotirjam turgin. Mana ro'parangda onang turibdi. Mana bu aktrisa seni onangni o'ynayapti. O'zingni onangga gapirgandek yumshoq, mehr bilan gapirgin. San'atkorsan, u tasavvur qilgin, o'zingni fantaziyani ishlatgin deganlar. Orqamda turib ikkita yelkamdan ushlab turganlar. Mana shuna qilib o'sha bitta Kalso deymiz bir filmi bir bo'lagini 10 minutga bormasdan dublyaj qildik. Chiqqanman, ham oyog'im ter bosgan. Bo'lar ekan ukam deganlar. Mana shu saboq menga bir umrga qolgan. Bu narsa bilmadan Obid akamdan menga o'tganmi? Hozir o'zim dublyajda ishlayotganimda kimdir mana shunaqa qiynalib qolsa hech qachon jahlim chiqmaydi. Chunki avvalambor dublyajni o'zim meni sabr toqatga o'rgatgan. Bu orqali o'zimni ham bir paytda shu yosh aktyorlarga o'xshab qanchalik qiynalganimni ularning o'rniga o'zimni qo'ya olaman. Shuning uchun bu san'atni juda o'ziga yarasha nozik tomonlari bor.
deylik sahna uchun asar tayyorlanayotganida asar 3 oy 4 oylab ishlanadi. Roling qanday, kim bu odam, uni butun biografiyasini yaratasan. Kinoda bu narsaga vaqt yo'q. Kinoni ilgari bitta ko'rilardi. Siz palon rolga ovoz berasiz, siz palon rolga ovoz berasiz deb hammaga rollarni bo'lib chiqishardi. Palon kundan boshlab dublyaj boshlaymiz deyishardi. Va o'sha rol olgan aktyor o'sha bo'lajak dublyaj qilinadigan filmni xayolida pishirib tayyor bo'lib kelardi. Hozir unaqa emas. Hozir kinoni ko'rib palon kun dublyaj qilamiz degan narsa emas. Shunda o'tirasiz, qulog'ingizga mikrofon quloqchini taqasiz, oldingizga mikrofonni qo'yib, kino nima haqida? Kino mana bunaqa haqida. Men ovoz berayotgan odam kim? Yaxshi odammi, yomon odammi? Nima maqsadi nima? deb bir ikki og'iz o'sha aktyor haqida ma'lumotga ega bo'lib, rolga kirishib ketasan. Turgan gap, rejissyor u kinoni ko'rgan bo'ladi, shuning uchun ish jarayonida ozgina o't-bo'tiz to'g'rilab turadi. Men bitta sal yumshoqroq gapiring, chunki falon sahnasida falonchi odamdan uchrashganda mana bunaqa gaplari bor deb sizni o'sha yo'l yo'riqqa solib, dublyajni o'sha kinoni deyarli o'zingizni rolingizni bir kunda dublyaj qilib chiqib ketasiz. Ustoz, demak gaplaringizga qaraganda bugungi kunda aktyorlar keladi, tekstga qarab o'qib beradi. Bu sun'iylikni keltirib chiqarmaydi? Yo'q, sun'iylik boshqa narsa. Shuning uchun men o'sha so'zim boshida aytdim, bu dublyajni hamma ham eplolmaydi. Qandaydir mana shu dublyajga kimlardir qatnab o'zi sekin saralanib boradi. Hech qanaqa sunniylik yo'q. Dublyajni mana ikki xili bor. Dublyajni o'sha zakadroviysi bor va dublyaj bor. Zakadroviyda kinoni original ovozi ham ketadi va uni ustiga deylik o'zbekcha ovozni ishlaymiz ustiga. Dublyajda kinoni asosiy ovozi olib tashlanadi ikkinchi variantida va har bitta rolga bittadan aktyor chaqiriladi. Hozir unaqa dublyajimiz hali yana qaytib kelgani yo'q. Xudo xolasa mana shu O'zbek film kinostudiyasida katta ta'mir ishlari olib borilyapti va biz umid qilamizki, Xudo xolasa mana shu o'zimizning eski dublyajimiz yana tiklanadigan degan umiddamiz. Lekin dublyajda unaqa sunniylik, sovuqqonlik bilan ovoz berish, unaqa narsalar deyarli yo'q. Lekin har bir dublyajning ham o'ziga yarasha bir qonun qoidasi bor. Ba'zi bir dublyajlarda o'ta ehtiros talab qilinmaydi, chunki u kinoni o'zini xarakteriga bog'liq. Bir xil kinolarda xo'rsinishidan, yo'talishidan, kasali bo'lishidan, oh-vohidan, nafasidan tortib boshqa jihatlar, aktyorni ijro jihatlarigacha hammasini o'sha mikrofon orqali ijro etib berishing kerak bo'ladi. Garchi o'sha filmda 2-3 ta odamga ovoz berayotgan bo'lsang ham. Lekin hozir dublyajning talabi shunaqa. Va biz bu talabga bo'ysunishga majburmiz. Lekin juda haligi bir sun'iy ishlab, sovuqqonlik bilan ozgina bo'lsa ham yuragini, qalbini o'sha ovoz berayotgan rolga o'sha yuragini ishlatmasdan ovoz beradigan san'atkorlarni deyarli dublyajga chaqirishmaydi. Ming ovozi zo'r bo'lsa ham, chunki bu qaysidir bir davlatni, qaysidir bir mamlakatni san'atkorlarning ishi. Ular bir odamzod, insoniyat uchun bir film yaratgan va uni hech kimni o'zini bir yomon dublyajı bilan filmdan tomoshabinni qiziqishini susaytirishga hech kimni haqqi yo'q. Chunki a'lo darajada qilingan dublyaj bu kinoni 50% muvaffaqiyati degani. Aslida birinchi dublyaj 1934-yil paydo bo'lgan. Katta bir qandaydir balda bir odam ko'rgan filmini odamlarga gapirib berganda o'sha yerdagi odamlar afsus biz bu tilni tushunmaymiz deb, qaniydi shu filmni tarjimasi bo'lganda biz ham shu kinoni ko'rgan bo'lardik degan ekan. Shundan keyin bir odamda shunda bir g'oya paydo bo'lib, shu dublyajni filmni dublyaj qilsa bo'larmikin deb. Xullas birinchi o'sha nima deydi, tayanch nuqtasi shundan paydo bo'lgan va borib rivojlanib avval mana hozir misol uchun Yevropada dublyaj unchalik rivojlanmagan. U yerda ko'proq haligi filmni tagida nima haqida gapirishayotganini so'zlari chiqadi xolos. Unga katta e'tibor berilmaydi. Bizda esa unaqa emas. Bizni tomoshabinga deyarli hammasini to'liq oydin dublyaj orqali yetkazib beramiz.
va dublyaj mana shunaqa qilib bizni yurtimizda rivojlanib ketgan. Va hamma biladi, bir paytlar bizni dublyajimiz deyarli o'sha sobiq SSR paytida birinchi o'rinda turardi. Keyin hamma narsa SSR bo'linib parchalanib ketgandan keyin qandaydir har bir sohada ozgina orqaga chekinish bo'ldi. Shu jumladan san'atda ham. Lekin hozir dublyajni qoyilmaqom qiladigan ko'pdan ko'p aktyorlarimiz bor. Juda ko'p aktyorlarimiz bor va hammamiz bilamiz, o'sha payt ham Rossiyaning qaysi bir aktyori kinoda chiqib qolsa, o'sha aktyori o'zini bizni O'zbekistonda ovoz beradigan bitta aktyori bo'lardi. Bu aktyormi? Demak, bunga faqat To'lqin Tojiyev, bunga Hojiakbar Nurmatov, bunga Obid Yunusov, bunga Vohid Qodirov, har bitta rus aktyorini o'zini dublyaj aktyori bo'lardi O'zbekistonda va ular bizni aktyorlarimiz juda yaxshi ko'rishardi. Ular tan olishardi, men ijro etgan rolni bular o'zini tilida yanada ham kuchaytirib berdi. Ya'niki menga yana bir o'zini ijrosi bilan shon shuhrat keltirishdi deb bizni dublyajimizni tan olishardi. Shuning uchun biz umidvormiz, Xudo xolisa, mana shu dublyajimiz ham yana qaytib keladi. Hozirgidek haligi bitta rolga, bitta filmda 4-5 ta rolga ovoz berish emas, har bitta personajga aktyor chaqirilib ovoz berilgan bir dublyajlar o'z o'rniga qo'yiladi degan umiddaman. Lekin ba'zida dublyajning kamchiligi to'g'risida gapirishadi, u deyishadi, bu deyishadi. Ha, ish bor joyda kamchilik bor. Ba'zan film yaxshi, rejissyor zo'r, yaxshi aktyorlar tanlangan, tarjima bo'sh bo'lib qoladi. Bugungi kunda dublyaj aktyorlari tushsa tushmasa ovoz beryapti. Endi bu qaysi studiyada qilinyapti, qaysi rejissyorga bog'liq. Bir xil rejissyorlar bor. Men hamma narsani ochig'ini aytmayman. Nega? O'zini bir aktyorlarni yig'ib oladi. Ana o'sha aktyorlarni ham ishlaydi. Ovozi tushadimi, tushmaydimi, boshqa hech kimni yaqinlashtirmaydi. Shunaqa studiyalar bor, shunaqa rejissyorlar bor, shunaqa kanallar bor. Bir xil rejissyorlar bor, ular qarab o'tirmaydi munosabatiga. Mana shu aktyorga shu odam ovoz berish kerakmi? Tamom. U bilan qanday munosabatda bo'lishidan qat'iy nazar shu rolga shu aktyorni chaqiradi. Misol uchun hozir mana yaxshi dublyaj aktyorlarimiz bor. Sanjar Sa'dullayev, Elbek Mirzohidov, ayollarimizdan bor Dildora Rustamova, Laziza Azzoda, ko'pdan ko'p bor. Mana hozir men kimlardir aytmayotgandirman. Bularni ham hozir o'zini ovoz beradigan aktyorlari ham bor. Bu xoh Hind filmi bo'lsin, xoh mayli Rossiya filmi bo'lsin, bizda ham hozirgi davrda shu narsa bor. Lekin shunday rejissyorlar borki, biladi, mana shu aktyorga doimo azaldan bu aktyor yoki aktrisa ovoz bergan. Lekin ming afsuski, buni bu san'atkorga o'zining munosabati bo'lgani uchun buni chaqirmaydi, umuman ovoz tushmaydigan aktyorni chaqiradi. Bu juda yomon. Kinoga ham minus, rol o'ynayotgan aktyorga ham minus. Umuman rejissyor bu munosabati bilan nimaga erishadi men bilmayman. Shuning uchun san'atda hamma tomonlama, har sohasida halol bo'lish kerak. Birovni mahsulotiga qo'l urdingmi, uni yomonlashga sen hech qanaqa haligi sifatini pasaytirishga sen hech qanday haqqing yo'q. Men ba'zan u yoq bu yoqda dublyaj aktyorlari undan gaplashib qolamiz. Shu palonchi bilan umuman ishlagim kelmaydi. Nimaga? Bilmayman deydi, qanaqadir ish paytida shunaqa bir muomala qiladiki, odamni ishdan sovutib yuboradi deydi. Bor shunaqa narsa. Ish joyida shunaqa odamlar bor ekanda endi. Ustoz, bilasizmi, shunaqa ijodkorlar, ya'ni rejissyorlar yoki aktyorlar bugungi dublyajimizni oyoq osti qilishyapti. Bor shunaqalar, mayli endi oyoq osti qilishyapti demayman-u, lekin har qalay o'sha filmni sifatini tushirib qo'yishadi. Bu na o'ziga yaxshi, na tomoshabinlarga, na ovoz berayotgan aktyorga. Misol uchun menda o'zi bir ikki shunaqa bo'lgan. Bir ikki marta rolga chaqirishgan, shunday ko'rganman-da, yo'q, men bu odamga ovoz beraman deb отказ qilgan, voz kechgan paytlarim bo'lgan. Chunki bilaman, u aktyorning ovozini butun O'zbekiston biladi. Meni ovozim temir umuman boshqa.
u aktyorga ovoz beradigan o'zimizni yaxshi aktyorlarimiz bor, lekin mani chaqiradi. Mayli hurmat qilibmi, lekin men bu odamga ovoz bermayman deb studiyadan chiqib ketgan 2-3 marta shunaqa menda ishlarim bo'lgan. Mani deylik o'zimga ovoz beradigan aktyorlarim bor, lekin mani ovozim bilan yosh katta aktyorlarga ovoz beriladi. Men Yevropa aktyorlarini bizni o'zbek tomoshabinlarimiz hammasini yaxshi taniydi deya olmayman. Bor ularning o'zini 5-6 ta taniqli aktyorlari, lekin bizda ko'pincha hind kinolarini yaxshi bilishadi. Shohruxxon, Salmonxon, Amitabh Bachchan, palonchi, pistonchi, aktrisa, aktyorlarni, o'sha aktyorlarning o'zini ovoz beradigan aktyorlar bizda bor. Falonchiga faqat Sanjar Sadullayev, Elbek Mirzohidov yoki Mahmud Ismoilov yoki Dildora Rustamov yoki yoki mana bu turk seriallarida deylik, kinolarda ularning ham ko'p aktyorlari bizga tanish bo'lib qolgan. Ularga ham ovoz beradigan o'zimizning aktyorlarimiz bor. Shuning uchun gap agar shu haqida ketayotgan bo'lsa, misol uchun ba'zi meni o'zim shunaqa personajlarim bor. Qanaqa rol o'ynamasin, men shu darajada shu odamga yaqin bo'lib ketganmanki, uni nafaqat talaffuz, ijro anaqasini, uslubini, qachon qayerda xo'rsinadi, qachon qayerda nima qiladi, hammasini shu darajada yaxshi bilib olganman. Men shu odamga mayli 5-martam, 10-martam ovoz beryapmanmi, hech qachon qiynalmayman. Bemalol o'sha ekranga qarab, qo'limni tekis olib, bemalol ishlab charchamasdan chiqib ketaman. Shunchalik odamga yaqin bo'ladi. Endi bunday bir umumiy qarasangiz, bu kimga yaxshi? Menga ham yaxshi, rol o'ynagan aktyorga ham yaxshi, rejissyorga ham yaxshi, kinoga ham, tomoshabinga ham. Ha, ovoz ham zo'r tushibdi. Dublyajni ham zo'r qilibdi deyshadi. Shuning uchun ba'zida bir xil joyga borib qolsang, o'zingni tanimasa ham, men sizni ovozingizdan tanidim deydi. Ya, qayerdan ovozimni taniding? Bunaqa ovozda hamma, yo'q, siz falon artistga ovoz berasiz deydi. Xursand bo'lasanmi? Xursand bo'lasan. Shuning uchun xuddi kino, filmlar singari aktyorlar tanlanganda dublyajga ham aktyorlarni shunaqa tanlash kerak. Ustoz Amitabh Bachchanga har doim siz ovoz berib kelgansiz. Shu Bag'bon filmi. Endi Bog'bon filmi haqida juda ham ko'p gapirganmiz. Bu filmda Amitabh Bachchanga ovoz berish film olinganda o'sha aktyor topish jarayonida 2-3 ta aktyorni proba qilishgan, sinovdan o'tkazishgan va keyin qarasaki ovozi tembri jihatdan meniki ko'proq unga yaqin bo'lgan va sinov tariqasida kichkina bir parchasini yozib olishgan. Turgan gap boshqa chaqirilgan aktyorlardan ham shunday qilingan va oxir oqibat meni tasdiqlashgan bunga. Endi Bog'bon to'g'risida ko'p gapirishadi. Avvalambor Bog'bon filmining mavzusini o'zi bizni xuddi otalar so'zi eshittirishimizga o'xshagan yaqin. Ota-onalar va farzandlar ularning o'zaro munosabati. Shuning uchun bu film birinchi chiqqanda bizni o'zbek tomoshabinlarimizga juda katta ta'sir qilgan. Qolaversa, bu filmni dublyajı boshlanishidan oldin menga filmni kasetasini berib, "Mahmud aka, hind tilida bo'lsa ham boshidan oxirigacha ko'rib chiqing. Ozgina bo'lsa ham o'sha filmni sal bo'lsa ham mavzusini tushunib olasiz" deb menga kasetani berishini va men uyga borib o'sha kasetani ko'rib, haqiqatan hind tilida bo'lsa ham men o'sha kino deyarli tushunganman. Gap nima haqida ketayotganligini. Ota-ona farzandni katta qilib, oxir oqibat qarib qolganda ulardan huzur, rohat ko'ra olmagani haqida. Shundan keyin dublyaj ishlari boshlanib ketdi. To'g'ri, juda ham qiynalgan paytim bo'lgan. Bunaqa kinolar bir kunda, 2 kunda dublyaj qilinmaydi. Kamida 4-5 kun ishlaganmiz. Rejissyor ham Xudo rahmat qilsin, Kamoliddin Usmonov juda talablari kuchli bo'lgan. Yo Mahmud, bunaqa kinoni yurak bilan ishlamasa bo'lmaydi. Bir xil joylarda yig'laydigan joylari bo'lardi. Ba'zan shunaqa bir vaziyatlar qolardiki, yig'i kelardi-da, mashtumga, tomog'imga bir narsa tiqilib qolardi. Kadrda Amitabh Bachchan gapiryapti, men gapira olmayman. Mana shunaqa qiyin vaziyatlar qolardi. Shuning uchun har bir narsani me'yori bo'lish kerak ekan. O'sha ovozni aktyorni holatiga qarab to'g'ri yo'naltirib bera olish, holati ham, ovozi ham. Mana shunaqa qiyin jarayonlardan o'tib, oxiri oqibat tomoshabinlarimizga manzur bo'lgan bir film bo'lgan. Va shu film orqali meni ovozim Bachchanjiga o'tirib qolgandan keyin, undan keyin yana Kamoliddin Usmonov
ya'ni ko'pdan ko'p Amitabh Bachchan o'ynagan kinolarni dublyaj qilganlar va har safar mani chaqirganlar. To'g'ri, Amitabh Bachchanni yoshligida o'ynagan ko'p kinolarda Xudo rahmat qilsin Hojiakbar aka Nurmatov ovoz berganlar, Xudo rahmat qilsin Hoshim Arslonov ovoz bergan paytlar bo'lgan. Lekin keyin qanaqadir Amitabh Bachchanni bir filmlarda kamroq tushib bir orqaga qadam qilganda, keyin bir tashqi ko'rinishlari o'zgarib, bir soqolni qo'yib, boshqacha bir ko'rinishdan boshqa bir mavzu, yosh katta san'atkor sifatida otalar roliga o'zini ijodini yo'naltira boshlagan. Va shundan keyin haligi nima deydi, bizani haligi yulduzimiz to'g'ri kelib qolganmi, shundan keyin men ovoz bera boshladim. Lekin o'sha boya aytgan narsam, ba'zi bir kanallarda meni chaqirmay boshqa bir aktyorlarga ovoz berdirishgan. Mayli, men bundan xafa emasman. Bu san'at. Bu yerda o'ziga yarasha raqobat deymizmi, boshqa narsa bormi? Demak, o'sha kino, o'sha rol meni peshonamga yozilmagan ekan. Shuning uchun men xafa bo'lmayman. Xafa bo'lmayman. Bu shunaqa bir san'at ekanda. Shuning uchun Amitabh Bachchanni o'sha qachon nima filmiga chaqirishman qiynalmay, bemalol ishlab, u odamni ijro uslubini juda yaxshi o'rganib olganman. Agar yana bir boshqa bir yosh katta hind aktyorimi, boshqa aktyorga meni chaqirsanglar, turgan gap men u yerda 3-4 varog'idan keyin men peshonamdan ter chiqa boshlaydi. Chunki men u odamni diqqat bilan kuzatishim kerak. Qayerda nima qilyapti? Agar bu sinxron dublyaj bo'lsa, yo'talimi, nafas olishimi, burun tortishimi, boshqa narsalarni xo'rsinishimi, turishimi, o'tirishda odamning har xil holati bo'ladi. Yosh katta odam turayotgan albatta deb bir ovoz chiqarib qo'yadi. O'tirganda ham deb qo'yadi. Uni yuzida o'sha degan narsa bo'lsa deysan, o'shanga deb ovoz bermasang, qanaqadir o'sha yerda bo'shliq paydo bo'lib qoladi. Mana mana shunaqa bo'shliqlar orqali yaxshi film, haligi nima deydi, ko'p foiz muvaffaqiyat tomonini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shuning uchun dublyajni mana shunaqa o'ziga yarasha nozik tomonlari bor va bunda o'sha yana bir bor qaytaraman, sabr, toqat, qanoat, diqqat, e'tibor bo'lishi kerak. Bu ovozdan tashqari. Tushunarli, rahmat. Dublyaj sohasida shogirdlaringiz bormi? Dublyaj sohasida endi bo'lgan bir-ikki, endi nima deydi, chaqirib, o'tkazib, dublyaj haqida ma'ruza qilib, dublyaj mana bunaqa, dublyaj mana bunaqa, mana qara bolam deb ekran ko'rsatib unaqa o'rgatishda bo'lmagan. Men ishlayotgan paytimda u rejissyor orqasida yoshlar ba'zan o'tirishadi. Uni eshitib, o'rganib. Rejissyor mana ko'rdinglar, mamta kelib mana bunday qildi. Chunki ekranda aktyor mana bunaqa qilyapti. Shu narsalarni chetda qoldirish kerak emas. Ko'rdinglar, mamta kelib mana rejissyor ularga tushuntirib o'tiradi. Keyin o'tib ko'rishib qolsa, ustoz assalomu alaykum, ha, yaxshimisan, tuzukmisan, siz meni ustozimsiz deb qoladi. Nimaga, qachon ustozlik qilman? Ha, shu siz dublyajda ishlayotganingizni ko'rib o'tirardim. Ichimda aytaman, ya, bu ustozlik emas. Misol uchun o'sha Obid aka menga kinostudiyada o'sha 1 soatcha men bilan birga ishlab o'sha rolni dublyaj qilishga yordam berdilarmi? Men u odam ustozdek ko'raman. Ustozdek bir kun eslarga solsam, Mahmud esimda yo'q deydilar. Senga o'xshagan qancha palaponlarni uchirma qilganman deydilar. Bari bir umr men shu odamdan minnatdor bo'lib qolganman. Meni nazarimda shunaqa bo'lish kerak. O'shanda Obid aka shu gaplari esimda qolgan, hech kim onasini qonidan dublyajchi bo'lib tug'ilmaydi. Bu ish jarayonida kelib gap eshitib, kaltaga yeb, oxir oqibat kelgan bir usta darajasiga yetasan. Ne boladan aniq qolsalar, hammani chiqarib yuborib o'zlari menga o'rgatganlar. Shuning uchun men ham kelayotgan yangi yoshlarga shunaqa ko'z bilan qarayman. Hech qachon inson qotmaydi. Mayli, o'rganib ketadi deyman. Eng muhimi shu bolada sabr, toqat bo'lsin, ovoz bo'lsin, intilish bo'lsin. Tushunarli, rahmat. Dublyaj aktyorlari o'rtasida raqobat bo'lishi kerakmi? Ijodiy raqobat. Yo'q, raqobat bo'lishi kerak emas. Nega? Bu qanaqa raqobat bo'lishi mumkin? Raqobat bor joyda to'g'ri. U biznesda ko'proq men shunaqa tushunaman. Teatrda ham raqobat bor, lekin dublyajda qanaqa raqobat? Mana bu aktyor o'zini ovozi ijrosi bilan, misol uchun menga to'g'ri kelib, anunga to'g'ri kelmasa, bu yo'q, men shu odamga ovoz beraman, oyog'ini tirab tursa, bu raqobat emas. Raqobat
do'stona raqobat bo'lishi kerak-ku. Har bitta aktyor man ovoz berayotgan sanatorga unga qaraganda zo'r ishlab beraman degan narsa bilan ishlash kerak. U mendan yaxshiroq qilib beraman deb ishlash kerak. Bu sizlardan zo'r bo'laman deb. Ana o'shanda kino yutadi. San'atkor o'zi ham yutadi. Tomoshabin shu aktyor zo'rda. Nafaqat ovoz ishlashini qarang, xuddi o'sha fransuz aktyori o'zbekdek gapiryapti deydi. Yoki ana ingliz aktyori o'zbekchani qoyil qilib gapiryapti degan bir darajaga olib borish kerak edi. Endi dublyaj o'zini juda bir nozik tomonlari bor. Endi ular haqida sizdan keyin bir suhbatlasharmiz. Hozir esa mana shu berayotgan savollaringizga mani qisqacha javoblarim shu. Azizlar, yashirin ovoz ko'rsatuvining ilk soni yakunlandi va bugungi mehmonimiz Mahmud aka Ismoilov bo'ldilar. Bosh homiyimiz Buknami kompaniyasi hammaga kattagan rahmat.